Kajin. Kachi. Nongu. Nongu. Kayo. Ha, nongu nima degani edi? Basketball. Maşallah. Bo'ldi, tarjimasi bo'larkan. Birga o'ynaylikmi? Ha, o'qing siz. 공부 해야? 왜요? 시험이 있어요. tarjimasi bo'larkan? 미안해요. kechirasiz. 공부하다 nima degani edi? Dars qilmoq. Dars qilishim kerak. Voy. Diyordan boshqa hamma aytdi. Siz ham aytasizmi? Imtihonum bor. Tarjimasi. Kompuhada dars qilmoq bo'lsa, kompuhada edi. Mana grammatikani qo'ying. Kompu heya tuyo. Tarjimasi kechira demayapti, kechirasiz. Sizga bitta odam dars ishlatayotdingiz. Dars ishlatayotib bitta yomon fikr aytdi. Nima? Yuring bir o'ynab kelamiz deb bittasi aytdi. Sherigingiz. Ha. Yomon fikr berdi. Yo'q, dedingiz, men eslatamman. Men nima qilaman? Kompu heya tuyo. Dars qilishim shart dedingiz. Shihom istoy. Shihom nima degani? Imtihon. Istoy bo'lsa-chi? Bo'ldi. Yozing. Past o'qing siz. 선생님, 내일도 병원에 와야? 와야 돼요? yaxshi. O'da nima degan edi? Kelmoq. O'chiramiz. Xo'sh. Endi qarang, so'nsengning iborasi odatda ustoz degan iborani har safar ham bera olmaydi ekan. Eng sodda varianti tushuntirishda so'nsengning agar biz tanimayotgan, bilmayotgan odamimiz biror joyga bordingiz yoki biror joyda yashayapsiz, biror joyda murojaat qilmoqchisiz, bilmaysiz, yoshi katta odam. Shunaqa paytda biz nima deymiz desa, so'nsengnim deb murojaat qiladigan bo'lsangiz, ey ustoz degan ma'no bermaydi. Nima ekan? Ey hurmatli inson, ey janob yoki ey xonim. Tushuntira oldimmi? Ha, boshlang tarjimani. Janob. Ertaga ham, neyil ertaga degan, do bo'lsa ham, neyil do? Pyongyone. Pyongyone nima degan edi? Kasalxonaga. Wayat weyo deb savol beryapti. Malades. Ha, kelishim kerakmi deb javobda nima deyapti? Ne? Ertaga ham kelish kerak. Yo'q, o'sayo deyapti-ku. Keling, buyurdi. Ha. Tushunarli bo'ldimi? Keyingisini o'qing nima?